Bu dükkan şopi tuturda. Ma meni bir şagirtim buldu kan. Bunun mümkün sıkıntı da. Ettikin asla aydımızdan bunu. Kadı! Ya kadı! Oy mana usta mana. Mana usta ben. Ya lakva! Akşam ne dedim deyim sana? Akşam? Haras, akşam hayatın maaşını bir ütüme. Bundak da. Muaşını vermem deptim ben de. Şunda. Şununla keçit şu geplerini düşep, sizle pul yürüp düşep, şununla keçit uxlamay, tüşkürevrip xuddi. Sulumayı tüşkördüm de. Bırak gire, maaşını verip de. Var. Hey! Akşam ne dedim sana deyme? Boldu. Manda dinle. Ata etning arpsa, xeridarlar köp buldu. Şunu dükkanını pakız tazir degan tilaras. Hamma gap esing turib, ajab tazmapsın ha? Uxlab qopdim usta. Baldır uxlamay nima ish qilgan? Tanisiga borgan akşam. Tanisiga? Tuy! Namoz qilmay davatgan gibini. Sani bir tansaya, satrash! Sırlı bu, işten düşkende, çaşını maylap, glasını takap, xuddalıqı artistlardek yasınıp menap ketdiganligi satrash turib. Men degan cho'ng ustam satrash! Men bilan baslash kerak bo'ldingmi? Yo'q, endi sizlar ustam bo'lgandikan do'rab qopdim usta. Mana, to'li gapni qilmay. Darhol tozlab. Yo'da bir tol chash deb qoldigan bo'lsam, tilni bitim og'zimni bilsang-ku. Bilmamdigan, sesib gap qilib sesib ketmaydigan og'izlarni. Gapni astal. Eridikka qulangdan shu spigni olib qolsam men. Sen batmanni qo'shib supirib taloq chiqib yotma yana. Ustam bir chetirek tutsa, sizlarni supurib tashlabay. Ya nima to'lga qilsa, adamni arvoyib qo'yib. Sinimdek Oy, maqli usta, maqli seni. Oy. Assalom. Va alaykum assalom. Ya Allah, babasini qaldira. Qo'ynimda deganda taqiyda shukrab so'raysiz. Ha şu qasrda güzel hanımlığı bağrım kanmay, baldırak ünep ketmey deb qancha harakat qilib ömrümni uzatmay qoldiray. Qadira. Yo pana, bag'asir to'shab güzel bo'lib tutdilar Jumolxon. Ey xanimcha. Ha bu mening yaqin do'stim Güzel Ay bo'ldi. Yaxshimisiz? Yo pana, ismi jismga loyiq güzel xinimki ne bu? Do'stim sizni bek tatlı gap qildi deganda rost gapga bek ustgansiz. Yo'qsun. Bunda güzel hanımını ko'ygani men emas. Tuğmu kaçı bu bulbul koyarak sayrab yurdilar. Ma acamning ko'zi, acamning yuzi ajab chiroyli qilibsan. Ko'rishdimi? Ma gachining bir tili chiqib turdi. Mana, ey, mushtak turib uning yuziga ko'zi qaramay ishingni qilaver, so'yma. Soyma davr dikanlar. Men xeyli to'lishib qoldim usta. Bu şagirdimiz hep qiziq gap qildik-a. Şunu deyman bu satrashga eg'ir biz qildigan, sen kundak so'zlaydigan chiqib qoldi bu. O'zi kichik bo'lgan bilan ko'zi xili mol to'niydi-a. Rost. Hey, ras akşam tushimda jannatda ishga o'rtaringni xizmatda tushaqab kelma. Asli bilan ishlarni ko'rdim men. Xo'sh, xallerim, mana topshirdan qanday vazifalar bor ekan? Voy, nima vazifamiz bo'ladi? Aytib aytib qoldi emasmi? Shu o'z qo'limizdan ma chashtirimizni qo'yamiz. Qizil bo'yamdim yoki yeshilmi? Ha, ma acamnikini kumush rang, acamnikini yemish rang qo'ysak, taz yarishib usta. Nimada gap aralash deyman. Astagfirullah. Meg'izraqmi yoki seg'izraqmi? Do'stlar, men mening chechimning oldini oltiram. Keyin tiyaraq qilib berib qo'yman. Voy, chapak yo'q. Oldingizni qarasa oltin bosh, keyningizni qarasa tilla bosh tutayya. Mening chechimning oldini serib, oqisini qizil. Bo'ladi. Oldingizni qarasa aptopurazm yaprog'idek sop serib, keyningizni qarasa qip-qizil bayrakda ko'tayya. Oldingdan qarab xolidam yaproqqa ko'ydim, keyningdan qarab xolidam bayroqqa ko'ydim. Ko'rishma xallerim.
Bizning do'konda bor, shunaqa haqsiz mulozimat qilgan naqd cho'lponlar bor deyman. Cho'lpon! Ovozlar millatimizning boyligi asirsil deyman, charchab qolmasin. Do'koningizga bunda chiroyli xonimlar kelganda, ilg'o charchab ketgan, yetib desinmaylar. Bo'ldi. Mehmonning oldida, shuni rostab qo'ysam, o'zingni Davudjon Nasirimki deb qoldingmi? Menga jugo deyman. Ma'qul. Do'konga chiqib, qimmat baholiq bo'yoq, qimmat baholiq supernakir bulanda. Buldarsdan buldi. To'xta. Azara mal olmayva kalba. Azar qo'shning shortisi yo'q ustoz. Astagfirullah. Hamma ish bizdan bir menga chiqqan. Ma'qul. Ustoz, bu shogirdingiz Bu qumda gaqig'ini bilan uynak pishqitim deymi bu. Eli ishqilari parishidagi o'zida yo'panna. Assalomu alaykum Saytrach atamdim. Va alaykum assalom. Ya Allah, bag'ri apandim. Yo, 600 joyni paxsa yo'qab ketdi, adam sayg'indiro. Ha, yaqindan beri katta bir asar ustida. Voy, ustam. Ha? Bu yerda ajab chiroyli go'zal mehmonlar o'tiribdi. Salom qilishni unutib satribdi. Adamgarchilikning qazosi yo'q, apandim. Bilgirlar. Atdiganliginizda güzel bo'lsin, ey xonimlar. sizning aytganligingiz go'zal bo'lsin, qadrli aka. Aka? Meni aka deganingiz qaragandilar. Siz endi 18 yoshga kirib qolibsiz-da, qadrli singlim. Efendim, kimingizni ko'z gelmaysiz? Bu Alishimning 4 yoshga kirgan bolasi bor. Adash. Haras o'tganda men sizning bolangiz ne? Ikkisi deb birsini baslashib, baka ishkisiga o'tib turatdim deyman. To'y qilmaganda dedi. Voy qadrli singlim, tek to'y qilmagansiz. Men to'y qilmaganda ko'rgan ekanman. Joyni o'quvchi, Stodib. student. Adash, ularning burungi evrangdan bo'lgan qizlarni ko'rsa, sayoqni shimikin deb qoldi o'xshaydi. Güzel hanımlar. Sizler nime degen güzel. Eğer dünyada muşundak ayollar bo'lmagan bo'lsa, biz nimeni qiladik deyman. Şunu deyman. Muşnaq güzel hanımlarning diliga azab bergan nomusiz erlarni anglab qolsam, mush usturimni saqal quritgan emas, chekidak kuni sökügüm keldi deyman. Bundaqlarni zindonga 1000 yil so'lib ketish kerak. Qadrli akalar, bu dunyodagi erlarning hammasi sizlar bizni maqtagandek biz ayollarni maqtasa, hech kim bir-birisi bilan ajrashib ketmas bo'lg'iydi. Rost, mening erimchi meni elvilishdan oldida to'g'ri maqtaydi. Biroq to'y qilib bo'lgandan keyin bir qatam maqtabni qo'ymadi. Mana dunyoning mundaq nomusiz erlar bor emasmi? Hay, Satrash efendim, dünyadaki hamma odam sizlardek, mendek isil olamda. Shundaqmi razil erlar borki, o'zining ayollariga cho'kimizda ketib oladi. Boshqa ayollarni ko'z Shomdek erib ketadi, Shomdek. To'g'ri dedingiz. O'zining ayollari paypaqa qashkashlarsa, yomg'irli havoda tutilib ketadigan. Nat gibi qo'tirlarning tug'ilgan kuniga oltin uzuk sap qo'yadigan erlarni ko'rgan deyman. Benim en g'azirimning qaynaydigini. Tamoqni mushunda güzel ayollar itib bersa, talog'i chiqib sho'xlik qilib o'tadi erlari. Qay mening erim bu. Sizlar degandekmi bu? Efendim özür dilerim desler. Hey qadrli singlim. Bekminadan kelsiz. Yo'ldishingizning to'ydan keyin siz asli maqtig'isiz bor. Biroq o bichora talabı kimdir nurg'un ayollarni maqtaydigan tursa, uning tilini charchaydi. Qanday dedim usta? Şurada. To'g'ri. Bu til bichorami? To'mi emasda. O'zlafkam. To'g'riz yerim qilmaga, eringiz maqtaymiz, buni biz maqtaymiz. Maqtig'ichiligi bakimiz. O erim degan laqvani nimandoq oz gap qilgan bo'lib qoldiki desan, asli sho'xni talog'i boshqa maynoqlarga qildi-kanda. To'g'ri, mush ba'zi erlarmichi Aş avvatidek uzun tırnak qo'yib oldigan, bolalarni erib tashlab qo'yib, tansiqonda o'ynaydigan, eri bilanchi beslashib, oyoq ichadigan, aşı mo'di qo'ng'ishib, topgan pulga qimmat bog'liq kiyim kiyib, g'itildaydigan, eri birni desa 5 deydigan, ashundoq satanglarni yaxshi ko'rdigan o'xshaydi. Taqdir. Sen mushundoq güzel ayollarni nədiki bir bevafolarga uchrashtirguncha, ma'lum isib kesal bo'lmasmidi? Efendim. Bu dünyada kimin muradı yetken deysen? Adaş, nemi sana o'xshash ojiz ketaymi ya? Bir tane yo'q gapni qilmag'in axirim. Shukr qilib uying tutsang bo'lamdiki, men oy tegamay olsam ojiz ketay deydi ya. Hanım,
Eri yo'qning jini yo'q degan gap bor Juma yana. Men Buyxon kishiga er yaxshi, xotin kishiga er yaxshi deb yozganman Hikmat xotiramga. To'g'ri. Assalomu alaykum ustam. Va alaykum assalom. Ya Allah, Bağımsızlar bayaka. Ba. Moskva kelibmi yo Turkiya Dubaydan kelishlarimi? Mush O'rta Osiyoga berib sargardan bo'lib keldim ustam. Mush chet eldagi musofirning ahvoli qandaroq ya? Toz yaxshi emas Juma. Shu. Bo'zak qildi deyman. O'likka rekit tekstiganlari ancha-muncha bulab turdi. O'z yut ketamda. Hamma ish o'zimizda. İşimiz azraqlab atlashmay qolsa, asolbik bo'shab ketamiz. İşimiz azraqlab atlashib qolgan bo'lsa, bak. Jutki balchaqini unutib, o'lni olamiz. Silama bekar to'mag'alla. Bizmi ashad haqlarning bo'lishi bo'ldik bizda. Demak, to'g'rimi? O'likni ko'rsa, ololdigan gapga ustam. Budo paylari qarsam, alurik emas, pishqa urukdimi ishib, gulaqaq bo'lib ketganda ko'rinyapti Juma. Kızlar yapıldı cumartesi. Selamünaleyküm. Yaxshimsizlar yo'ldoshlar. Voy. Boshqa bir qadar havollari tinchmay salomat bo'lib. Ya Allah. Ajab bir muborak diydorlaring ko'mak tasq bo'lib ketdi ya. Xizmat aldirashib ketdi usta. Mana yo'ldoshlarning turmushiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, xizmat unimiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, siyosiy ideyaga ko'ngil bermasak teqi, ittifoqlikqa ahamiyat bermasak teqi. Voy, mush boshliq bo'lmoqning tasligini, boshliq bo'lib baqqan odam o'zi bilmasa, boshqalar tushunmaydi Juma. Yo banan. Voy, nimaga jiq gap bu? Men buni tushunmagan ekan. O'zimni amaldorligidan meni sakrashim yer o'zimga yaxshi o'tdi. Akasi o'tadi. Assalomualeykum. Ey! To'xtag'in. Barsizlar, kep qapsizlar. Chashpa saqal paqalarini oldiraydi. To'xtag'in. Chashalimiz pachanmaymiz, saqalalimiz paqalanmaymiz, Juma yana bu yerda. Voy shu ma'lum qo'shaqmigan. Xotinga laqva atiganda qo'pilib to'xta qo'pa. Atyet, chashpa saqal paqalarini yozib kirib, zo'lab, majburlab avatdim. Yo, bobo sevmaydigan sizda. Voy, kesa. Ustam. Shogirdimiz o'zi kamas qoldi. Shu o'yda sağ salg'a ishimiz bordi bizni. Astagfirullah. Mana keldim. Ustam. Hey! Dükkanda liq xerida o'tirgan ko'ndingmi? Voy ustam, sil burgan heliq narsani ag'ini olsam, tayyor setang degan birnim o narsani yuqur baqa qo'yilib, men azam baqa qo'yib turadi, shuning ishga chiqishamay, u azam berlay, men qimmat olmay. Oz gap qilava, materialni keldingmi kamida? Materialni keldim ustam. Mush bosiq kelganda faqatli kelishim. Og'zingni yorilib bilay, yemli turgan bir ekansan. Og'zimni yemlivesi, tomoqni qulqimda yendim ustam. Bana. Men to'g'ri gap qilam deman, kim desam bu bola satrach, serq quchqashdek vichirlaydi ekan bu. Oshqon bo'lsam, toza yaraydigan tongjon bo'ladi ekan bu odam. Bu bola yo'ldosh bosh qo'yib qolgan bo'lsa, yig'ini ichib odam o'tiradi ekan. Optam qo'l sulib o'tirib gapini anglaydigan qo'ygan. Hey! Anladın mı bak xeridalarning gapini? Aldım, o'ng quloq, so'l quloq, hammasini oldim ustam. Yana qusqaytak fikildim sen ya. Yaqinda ular qusqashdakchim turdi. Mana kirib, ishga achani chuchini charayliq bo'yab, budir qil, qanday qilganligini bildigansa. Voy, bilmaydigan ustam, birisinikini oltin bosh, birisinikini bayroqlash. Qoldirib bundan. Afandilar. Mush xonimlar kirgicha asto ketib olinimiki deyman. Bo'lmasa ularning birdamligiga oltini ko'rsak, oqshomni qarab esib qolamiz u yerda. Bu chatallik ayollar shunchalik go'zalkin, viy. Odamning ko'zining yig'ini yeydi juma. Yo'ldoshlar. Bu xonim qizlarning chiroyi qaraganda qalbi go'zaldek qiladi. Qada dedim yo'ldosh. Men xo'shaqmay qarmoqmasan ko'rdingmi? Bayatın ishxonani toza uchirib qo'ysak ishimda. Ayollar ahmaq deb yozganman Hikmat xotiramga. Anda olsa ishimiz kelaydi. Qani, qaysi mehmonning xizmatini qilaykin?
Qani şu efendim. Oy. To'xtag'in efendim burnini qiygininiz. Hammadan baldur men kelsam siz o'ltirib oldingiz-ku. Bozor chaqqanning deganda ish qildimi adash? Maaşınız kamlaşmıdı ya yoldaş. Ya to'xtag'in, bu nim qilganing deyman. Hammadan keyin kelib baldir o'tirib adam nomusiga qo'pol deyman. Men ham unda qilg'im yo'qdi. Xotinim aytganda to'xti. Qachon mis mangsa qachongacha, qachon bir tirgirak men faqmaysa deydi shu o'zim sinab baqqan. Sen bu Mehmonlar, xafalashmisizlar? To'xtag'in g'ayrat ketdi. To'xtag'indan g'ayrat kamiga yomon ters. Mujdan g'ayrat uchun bo'lsa, mush ijratni o'tinib bersizlar. Hozirlar, tez, hozirlama. To'xtag'in. ha? Yaqilinglar. Burut-murtni qo'yimizmi ya? Kadr ustab ko'z qilib qo'yaman. Ma'qul. Mushu To'xtag'in ismli bu efendim zodi nima ish qiladi? To'xtag'in ishqidan chiqmaydi. Mana bugungi ishni ujrat qilishdan boshladi. Ya bu anchimish tijoratmi qilmanda? Tijorat qilaman deb ko'chib paloq yurgandim men. Yoldaş adetli neymiş kılsayız? Ko'pincha vaqtlar uxlayman. Ulaydi. To'xtag'in, tushida qo'zg'ib o'yg'inib ketmasa, bir ikki soat uxlayolay. Uyqu o'limning muqaddimasidir deb yozgan men hikmat xotiramga. Tavuk qildim xudoyim. Jahonda bundaqmi odamlar bo'ladi ekan ha? Bu bir mo'chan topmay turib qandami uyqusi keladiganmi adashna? Bu yoldaşның yo'qlim qildigan boshliq olmagandan keyin xotirjam uxlayadi da. To'xtag'inning ayoli baktirsa ayol juma. Chiqib Badir puchaq setib o'yini beqotidi. Bu bo'lmabdi To'xtag'in efendim. Bir erkak bo'lgandan keyin bir kasb bilan shug'ullansangiz bo'lmasmidi? Tig'dak nima ish bor deysizlar? Böyle bakkalçılık kısalma hesap emesme. Doğru. Günde 10-20 koy tapsa. Eşuman onun bunun işini kıtlarsan mı? Kutluğan da yakşı olmam da. Uçuyorsunuz mu? Puluma deb odam zanglik qilmang ha. Pul olganimdanchi hil vijdonim bog'il olaman. Bakkalchilik qilgan odam emasman. O'zimni qutlab maqsad tutildim nima? Bu japağa çıdap küreş kılgandılar. Allah seviyek yetkili buludu. Ay boldiq qila, men sendan birini so'ramagandim. Mana yumshatdingmi va? Qo'ysa bu gapni qilsanglarchi xotinim kunga 8 vaqt deb men yeb qildim men. Va men sotashga sanarib ketgan qilgan. Nima deyman? Bo'ldi. Ay. Bo'ldi qilinglar. Buni nasihat qilmanglar. Buni mijozim shuna. O'tgan qitim satrash yunrimni tutqay deb asqada tayoq yegin deyman. Voy nim bos bo'lmam da, nima chatqimizdan buni ular. Tanqid qabul qilmagan yoldaş yaxshi yoldaş emas. Nodonga nasihat qilgan o'zi nodondir deb yozgan men hikmat xotiramga. Mangina. Ya Allah. Qallarım, şagirdin önünü bulamdık ya. Oy bu şagirdimiz pek çıkacak tasirisi. Pek belam var iken bu. Ya Allah, şagirdin önünü sizlige yaragan bolsa ben xatirjam boldim. Qadiqa, bana ishga achani chechib bidirib olg'incha aqllarimni ishini qilaman. Buni bul usta. Ustam, oldidan qaysi akamning qizini qilaman? Efendim bek saqlab ketdi, bular chaqir. Qala efendim. Ya. Men to'la gap qilgan odam bilan chiqisholmayman efendim. Anda olsa bayakamnikini. Qasdım. Nanalıdan silindip geldik cuma. Bir satraşka yok kep kalmadık bu ya gel. Ben bu yoldaşınla fikri koştum ben. Bana. Maggachinikini ag'ashtirib. Menimcha bor adash. O'sha goch paydo oldi. Kishi degan zot mol tunmaydi. Shunda quli chaqqan bolaga nimasi yaratmaydigan-da? Yo, bir chiroyli qamlashgan bolaga qanday gachib qolgan bu? Bu kishi menimcha cho'qim tug'migacha. Yoki bo'lmasa cho'qim tug'migacha emas, cho'qim keyin bo'lgangacha. Bu biçare kandamı cenine bakıdıgan da. Bu meyip yoldaşlar idaresi olgan bolsa, hükümetin pulgu davalanıp saklayıp olat iken. Gachiganlar kiyimlar meniki degan turda. Gachi olgan bilan ku xeyli qamlashgan yigitga. Gachi bo'lmagan bo'lsa, tigib oldi ekansan. Voy, o gacho's nima bo'pti? Uning tili emas, dili qarash kerak, shunday maqsadda. Mening ayolim meni kunda tilim tutilib ketib o'lasan deb tillaydi. Mana bu efendimning tili tayyor tutiliqlik tiliga yaxshi emasmi?
Ya ulan televizyon iş kılsılar deyme. Ha pulu olsun da olmadı mı? He yoldaşlar. Bu yoldaş kızı samimiy yoldaşlar qilib turdi. Hay bundan. Bir insan kaçıyorsun yaxşıya. Hükümet miyip de kutuş bul veretti. Şu. Evet yaşadınız. Oğlan, bu biçarının ilk kesip gitmişsin yine. Buldu. Nikah gayipken yapılmaz. Başlık efendim. Bu siz senin dergileri kandak dergi. Mening darajam shu bo'lim boshlig'i darajasi. O'zimni qo'shganda 6 adımım var. Oldu. Yok bana. Ben bir kadiri başkarama, kırk verme. Oldu deme kandak başkara oturganlar. Bu efendimnin hukuki gerçi Cumhur boyunca en küçük olsa o rahbarlık seneti yukarıda kılıdı. Bu yoldaş Ha bu yoldaş. 100 yılda bir kıtım tavallud buladigan otluk yazgıcı. Hey, bu tavallud degan nima degan gap? tavallud degan taraddud degan gap. Bu yoldaş endi yezishga taraddud qilayotgan bo'lsa kerak. Yok, tavallud degençi, tilavet degenge. Tavallud degan targ'ibat degan gapniki? Targ'ibat emas, takallubniki. Ha, ben bilmem. Tavallud degen bağ var. Temiretke degenge. Yok öyle bir yapma kıma cımatıra. O tavallud deyin gap var. Efendim, özünüzü söndüretmezsiniz. Tavallud degan bu sözünki lügat manisi tug'ilish degan bo'lib, bu so'zni mendek ulug' odamlar uchun ishlatamiz. Odatli odamlarni tug'ildi desak ne bo'laverdi. Sizlarga ananın 1000 yıl tolgaq ya. Naat tasda tavallud degan. Yoldaş siz şu hozirgi yozuvchi shoirlarimizdan qaysi asarlarni yaxshi ko'rsangiz? Bizning peki tilin og'uchiligi bor yozuvchi chiqmadi. Dunyoviy asarlarimiz yok yerlik. Efendim? O Bürküt'ün karamet yazı deydi o. Vay 30 neç bacı tom kitap ilan kıttı o. Burkut degan uchiga chiqqan bir ko'chani kash. Uni qanday yozuvchiligini bo'lsin? Siz nimaga asosan Burkutni ko'chamkash deysiz? O'ylab bakın. Ha? Aş Burkut degan ismning o'zi osmondagi Burkutning ko'chagini tursa, asarlarni ko'chamanda. Allat ko'chur. Siz zaten qaysi asarlarni e'lon qilgan, ha? Mening asarlarimni tahrirlab berishdan qo'rqamdi, tushunmamdi, uqmayman. Şunu ona basmaydı. Ne asasen asarlarımla öyle sandık kılıcıkına. Onda olsa, bu efendimden alıp sandıkı jık koygan asarlardan bir hapaçını bir anlatmak. Anası ben Nobel mükafat elip milletimizge şan şeref keltiriş için yazgan realizm bilen modernizmi jugurup Cevendizm uslubunu tayarlayan eserlerimden araya uğurlap bırakayım. Buldu. Tağıran köyün soğurunda Tort Badur. Kınavazda konuda Kort Badur. Yer astını kovalasan Kurut Badur. Kalpıgınının üstüde Durut Badur. Kosak içip öyle kirsen aşın Badur. Kirpiginin üstüde kaşın Badur. Çeşmirinin astıda başın Badur. Yığlap kessen közlerinde yaşın Badur. Efendim, bu şiirlere Nobel mükafat demez, Babur mükafatı kabul Efendiler, hanımlar. Sizler bağırlık edebiyat heveskarları şunu uqtirib qo'yinglar ki men asar yezish chuqum jinis rekord yaratiman. Eğer Muşi Şökret iyi olsanız, ben bununki çasaklığınızı haksız alımı. Aka, men de çeşinizde cın kupunda juvib qo'yman. Rahmat xalqim sizlarga. Efendimden neymiş ki bizden neyini yazmışlarımızı yaratmayın desem aslında... Bayaka, yakında böyle bir şey, ticaret pişiririz kandara. Yaxşı. Elimi yaxşı. Mektep okumak dikenme. Ha bo'lmasa, aş biramın koyunun kulu olup, tapkan pulunun tayini yok. Saran olup dikenme. Bana hazır bir neçe öğüm var. 1 milyon pulum var.
4-5 yerde fotom var. O yerlerine Ay efendim, pulum var deb maqtadın ekansiz. Pullarınızı doğru yolda işletin. Qanday yak ishlatsam bo'lar benden? Benden navratlar varsan savap oldu. Ha, masalan, Qosimbay maktab qurun, Qosim hojidek yo'l yasang. Mana Qosimboydek jazoni qilib, Osim hojidek qo'ymishini qilib topmidi bu pulni? Voy! Oshuna haramda pul topqanma? Shunda olmay. Biz degan biz hammamiz tijoratni tang boshlagan. Ular shunda tez boyib ketganda, mening uchun ular cho'qim haromdan pul topdimikin deyman. Ay efendim, sizin o tapkan pulunuzda xotin alaman demegen bolsanız pullarınız avit emasmi? Qarang, dünya qaladı, biz ölüp ketamiz. Pullarınızı doğru yollarda işletib etin, namınız o'smaydi. Yaxshi. Men o'sha apangimning fikriga qo'shilaman. Bayaka. Meni qarshi o'qish pulini to'layolmayotgan ishga yo'qsiz xo'shdan bordi. Shuning bir yordam qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ha, bak qiziq gap qildi ekansizlar. Bu yo'l yasaydigan, ko'rik soladigan, maktab quradigan, bu kambag'allarni yo'laydigan ishlarni hukumat qilyapsa, men yordam qilmasam bo'lar? Voy yo'ldosh, bu hamma ishni hukumatga otib qo'ymayli. Yaxshi ish qilish biz fuqarolarning majburiyatiga. Onun ustiga qarang, men yaqindan yaqqa yamanchi qizgan tatib ketdim. Deb qo'yinglar, yordam qildigan odam bo'lsa, menga yordam qilsa. Bayakamni ahvoli menikidan nachar o'xshaydi. Kambag'alni qavashi debdiki, savab bo'lib qoladi deb saqalagan pulni men beraydi. Vay shiriqlar qalanda. Bak kalenda demeyi. Ben sana şu kalenderdeki nal kımıdım. Nima? Yollan tut. Degan menga gap gandirayotam sen? Ha. Yana 30 kishini to'kaytmizmi? Ay iştal kulağım dolaştık. Neye kipaka. Oldu kılın bay efendim. Kendi kaldı, bu kişini bozak kılmam. Ben anın yapsam sen nimtez ketler ve koşakçı. Hey, apsının koruğumunu bir paycı setimi tutkan karangı bacakçı, ağzını belki sözler acımı olsun. Bak pişakını tıkıplı batayım mı? Kimga? Yo'ldosh, men gapimiz qonunsizlikmi? Başkılan bayını git bir okşaydı. Kıyakla, bu oldu kılımla. Özle benim burun kararlarımdım be küçükken silahı. Ben çok, bu şimdi satıraşkanlar kırmaydım şuna. Buni satrashqasi nemish qilib o'zdirna? Elimde balaklaydı bana satıraş. Mana ya! Bu tayyor alvasa nima yuradigan da? Hey, kim satrash kerak? Vajjon! Hey! Yok kılan olduysa dünyanın işinden düşürdüken sizler. Ağlamla, düşündük de. Ustam, ete yeyitken. Baş yeyitmenin boz, öğrümüdünü kıtmayla, güzel kılmayla. Hey, sanımı ketdi! Qarindoshlar, ulug' oyim kunlarda so'qishmanglar. Itlar kabi o'zaro talashmanglar. Talashsak biz, hajatsak biz kunda motam. Iloh bo'lib yaratsak biz kunda oyim. Talashsak biz, hajatsak biz kunda motam. Iloh bo'lib yaratsak biz kunda oyim. Just gideyim ya. Bir tane yok yapma kırmağına akinem. Şükür kılıp bir yol tutsan bulamdı ki. Ben gayet digeme olsama aziz gideydi ya. Tanım. Eri yo'qning jini yo'q degan gap bormi yana? Men dehqon kishiga yer yaxshi, xotin kishiga er yaxshi deb yozganman hikmat xotiramda. Assalomu alaykum ustam. Va alaykum assalom. Ya Allah. Bağımsız bayaka. Ba. Moskva keplimi ya Türkiye Dubay'dan kirişlerimi? Orta Osiyoga berib, sargardan bo'lib keldim ustam. Mush chet eldagi musofirning ahvoli qandaroq ya? Toz yaxshi emas juma. Shu. Bo'zak qildi deyman. Bularga rekit deganlari ancha-muncha bo'lib turdi. O'z yutqitamda. Hamma ish o'zimizda. İşimiz azraqlab əpləşməy qalsa, salqib boşab ketimiz. İşimiz azraqlab əpləşib qaldığımızsa, bak. Jütki balçaqını unutub, ölünü alımız.
Silimi bekar tuğmu galla. Ha bizmi aşağı kahlaning bosuşu bulduk bizde. Evet, doğru mu? Ürükni köse al olduğun gepke ustam. Evet, bir de o peyniri qarsam al ürük emas, pishqa ürükdimi ishib, guli qaq bo'lib ketganda ko'rinyapti juma. Kızım yok kıldı cuma ustam. Tamam belki. Yaxshimsizlar yo'ldoshlar? Voy, boshqa bildim, qadara qavalları qilishmay salomat qilma. Ya Allah, ajab bir muborak diydorlaring ko'mak tez bo'lib ketdi ya. Xizmat aldirashib ketdi usta. Mana shu yo'ldoshlarning turmushiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, xizmat unimiga mas'ul bo'lmasak tek turgan, siyosiy ideyaga ko'ndirmasak tehi, ittifoqlikqa ahamiyat bermasak tehi. Voy, mush boshliq bo'lmoqning tasligini boshliq bo'lib baqqan odam o'zi bilmasa, boshqalar tushunmaydi juma. Yo banan. Voy, nimaga jiqyap bu? Men buni tushunmagan ekan. Özümü amaldorligidan meni satrashim yer o'zimga yaxshi o'xshaydi. Akasi kelsa o'tiradi. Assalomu alaykum. Ey! To'xtag'in! Borsizlar, kapapsizlar. Ha, çaşbaş sakal pakallarını aldıraylar. To'xtag'in! Çaşalımız taşanmaymiz, sakallarımız takallanmaymiz. Cuma yana bu yerda. Ay şu mağamı koşak mıgan? Ahotmuzga laqva atganda qo'pilib to'xta qo'pa. Atiyet, çaşbaş sakal pakallarını yazıp gidip zo'lab, majburlab avatdi adamni. Yo, babam kelmaydigan sizda. Oy, kelsa. Ustam, şagirdimiz özür kemmesi kaldı. Şu öğütler sağın salga işimiz bağırdı bizne. Estağfurullah. Mana keldi. Ustam, Hey! Dükkanda lık heride oturgan ko'ndingmi? voy ustam, sul burgan heliqi narsani ag'inib olsam, tayinlay setang degan birnim o narsani yuqori baho qo'yib, men arzon baho qo'yib turadi, shuning ishga chiqisholmay, u arzon bermay, men qimmat olmay. Oz gap qilava, materialni keldingmi kamida? Materialni qo'y keldim ustam. Mush bosib kelganda faqatla kelishim. Og'zingni yorilib bilan yemli turgan bir ekansan. Ağzımni yemlivesi, tamoqni qulqimda yendim usta. Bana, yap bana. Men to'g'ri gap qilamdi, men kim desam bu bola saytrach, serik puchqashdek vichirlaydi ekan bu. Aşkan bo'lsam, taza yaraydigan tangjan bo'ladi ekan bu adash. Bu bal yo'ldosh bosh qo'yib qolgan bo'lsa, yig'ini ichib odam o'tiradi ekan. Aptam qo'l sulib o'tirib gapini anglaydigan kuytgan. Hey! Anladın mı bak heydalanın gibini? Aldım, on kulak, sol kulak, hemmisini aldım usta. Yani kuşkaçak fikirdim sen ya. Ya kendi ülle kuşkaçtakçıyım tabii. Bana kirab, ishki açanın çüçünü çaraylak boyap, budur kıl, qanday qildığını bildiğinse. Vay bilmem ustam, birisinikini altın baş, birisinikini bayraklaş. Kaldırın bundan olsa. Efendiler, mush xonimlar kirgicha asto ketib olinimiki deyman. Bo'lmasa ularning birdaniga oltini ko'rsak, oqshomni qora o'sib qolmas u yerda. Bu çetellik ayollar şunçilik güzelkin. Bıyık. Adamın közünün yığını yaydı cuma. Yo'ldoshlar, bu xonim qizlarning chiroyi qaraganda qalbi go'zaldek qiladi. Qanday dedim yo'ldosh? Ben hoşakmay qarmoq bersan ko'rdim Allah. Bu dükkan şopit turda. Ma meni bir shogirdim bildigan. Bunun mümkün sıkıntıda. Ettikin asla aydımızdan bunu. Qadiya! Qadiya! Oy mana usta mana. Mana usta men. Laqma, akşam nima dedim deyim sana? Akşam? Ras, akşam ehati maaşını biriydim ha degan. Bundaq da. Muaşını bermem depti mende. Şunda. Şununla keçit şu gaplarni tushab, sizlar pul yurib tushab, shunga keçit uxlamay, tushkuraverib xuddi. Sulumay tush gördüm de. Bak gele, muaşını berikti. Bar. Hey! Akşam nima dedim sana deyman? Bo'ldi. Manda dilla. Ata etning arpsa, xaridorlar ko'p bo'ldi. Shu do'konni pakiz tozalab degandilar. Hamma gap esing turib, ajab tazmabsın ha? Uxlab qolibdim usta. Baldır uxlamay nima ish qilgan? Tansiga olgan akşam. Tansiga? Tuy!
namus qilmay davatdan gibini. Sani bitasaya satrash. Sınlı bu işten düşkende çarşını maylab, glasını takab, xuddalıqı artistlardek yasınıp menap ketdiganligi satrashtirib. Men degan cho'ng ustam satrash. Men bilan baslash kerak bo'ldingmi? Yo'q, endi sınlı ustam bo'lganda keyin do'rab qopdim usta. Mana, to'li gapni qilmay. Darhol tozlab. Yadim bir tol chash deb qoldigan bo'lsam, tilni bitim og'zimni bilsang-ku. Bilmamdigan, sesib gap qilib sesib ketmaydigan og'izlarni. Gapni astal. Eribika qulangdan shu supigini olib qolsam men. Sen vatmanda qo'shib supirib taloq chiqaryapti yana. Usta bir chetirek tuzla sınlı süpürüp taşılmay. Ya bunga pulga qilsa, adamni arvoyib qo'yadi. Sinimdek voy, Maqli usta, maqli retsini. voy. Assalom. Va alaykum assalom. Ya Allah, babamsizlar qaldire. Boynumdaq deganda taqibsiz shukrab so'raysiz. Ha shu qasrda güzel xonimligi bag'rim qanmay, baldirab o'ynab ketmay deb qancha harakat qilib umrimni uzatmayotmay qaldire. Qadira. Yo pana, bag'asir to'shab güzel bo'lib tutdilar Jumolxon. Xanimcha. Ha bu benim yakın dostum. Güzel ay buldu. Yaxshimisiz? Ya pana, ismi cismga layık güzellik xanimkine bu. Ha? Dostum sizni bek tatlı gap qildi deganda rost gapga bek ustkansiz. Yo'q, yo'qsun. Bunda güzel xonimni ko'rgani men emas. Tuğmu qachi bu bulbul go'yardek sayrab yuribdinglar. Ma acamning ko'zi, acamning yuzi ajab chiroyli ekan ustam. Ko'rishdimi? Ma gachining bir tili chiqib turdi. Mana, ey, mushtak turib uning yuziga ko'zi qaramay ishingni qilaver, so'yma. Soyma davr dikenler. Meme xeyli to'lishib qoldim usta. Bu şagirdimiz hep kızık gap qildi ekan. Şunu deymi bu satrashga egri biz qildigan, sen qunday so'zlaydigan chiqib qoldi bu. O'zi kichik bo'lgan bilan ko'zi xili malton ekan. Rost. Hey, ras akşam tushimda jannatda ikki o'rparini xizmtimda chaqab kelma, asli bilan ishqilarni ko'ribganman. Xo'sh, xallerim, mana topshirgan qanday vazifalar bor ekan? Voy, nima vazifamiz bo'ladi? Aytib aytib qoldingizmi? Shuni o'z qo'lingizdan ma chashtirimizni qo'yib qo'yamiz. Qizil bo'yamdi yoki yeshilmi? Ha, ma acamnikini kumush rang, acamnikini yemish rang qo'ysa tez yarishir ustam. Nimada gap aralash deyman. Astagfirullah. Meg'izraqmi yoki seg'izraqmi? Bo'lsa, men mening chechimning oldini oltiram. Keyin tararam qilib qo'yib qo'yman. Voy, chapak yo'q. Oldingizni qarasa oltin bosh, keyningizni qarasa tilla bosh tutayya. Mening chechimning oldini serib, oqisini qizil, ha? Bo'ladi. Oldingizni qarasa apla prezim yaprog'idek sop serap, keyningizni qarasa qip-qizil bayrakda tutayya. Oldingdan qarab xolidem yaproqqa ko'ydim. Keyningdan qarab xolidem bayroqqa ko'ydim. Bayatın ishqonini toza uchirib qo'ysak ishenda. Ayollar ahmaq deb yozganman hikmat xotiramga. Andavasa ishimiz keraklar. Qani, qaysi mehmonning xizmatini qilay ekan? Telefonaman şu efendim. Voy. To'xtag'in efendim burnini qiyginingiz. Hammadan balto'man kelsam siz o'ltirib oldingiz-ku. Bozor chaqqaning deganda ish qildimi adash? Maaşınız kamlaşmıdı ya yoldaş. Ya to'xtag'in. Bu nim qilganing deyman. Hammadan keyin kelib baldir o'tirib adam nomusiga qo'pol deyman. Mening unda qilgim yo'qdi. Xotnim atganda to'xti. Qachon mis mangsa qachongacha? Qachon bir turgirak men fahmaysa deydi shu o'zim sinab baqqan. Sen bu Mehmonlar. Xapilishmisizlar? To'xtag'in g'ayrat ketdi. To'xtag'indan g'ayrat kamigi yomon tez. Mujdan g'ayrat uchun bo'lsa, mush ijratni o'tinib bersizlar. Hazırla, tez, hazırlama. To'xtag'in. Ha? Yaqilinglar. Burut-murtni qo'yimizmi ya? kadr ustab ko'z qilib qo'ygan. Ha, ma'qul. Mushu To'xtag'in ismli bu efendim zodi nima ish qiladi?
To'xtag'in ishqida ish qilmaydi. Mana bugungi ishni o'chirib talishdim başladı. Ya bu acımış ticaret mi kımanda? tijorat qilaman deb ko'ch ko'chib paloq yuramdim men. Yo'ldosh, odatda nima ish qilsangiz? Ko'pincha vaqtlar uxlayman. Ulaydi. To'xtag'in tushida qo'zg'ich o'yg'inib ketmasa bir ish so't qilolay. Uyqu o'limning muqaddimasidir deb yozganman hikmat xotiramga. Tavuk oldum Xudoyim. Jahonda bunday odamlar bo'ladi ekan ha? Bu bir mo'chan topmay turib qanday uyqusi keladiganmi adashni? Bu yo'ldoshning yo'qlim qildigan boshliq olmagan ekan, xotirjam uxlaydi-da. To'xtag'inning ayoli baktirsa ayol juma. Chiqib badur puchaq setib o'yini beqotidi. Bu bo'lmabdi to'xtaqin efendim. Bir erkek bo'lgandan keyin bir kasb bilan shug'ullansangiz bo'lmasmidi? Tig'dak ne ish bor deysizlar? Böyle bakkalçılık kısalma hesap emesme. Doğru. Günde 10-20 koy tapsa. Eşuman onun bunun işini kıtlarsan mı? Kutluğan da yakşı olmam da. O'shangiz bu. Pulima deb odam zanglik qilmang ha. Pul olgan bilan-ku, xil vijdonimga o'g'il olaman. Bakkalchilik qilgan odam emasman. O'zimni qutlab maqan tutildim nima? Bu japaga chidab kurash qilgandilar. Alloh saviyaga yetkil bo'ladi. Ay boldiq qila, men seningda bilim so'ramagandilar. Mana bu chatqinmi va? Qo'ysa bu gapni qilsanglarchi, xotin kunga 8 vaqt deb men yeb bo'ldim men. Mana bu satashga sanarim bitgan qilgan. Nima dema? Bo'ldi. Ay. Ha bo'ldi qilinglar. Buni nasihat qilmanglar. Buni mijozimiz shunaqa. O'tgan qitim satrash hunarimni yutqay deb asqatib tayoq yegin deyman. Voy nim bos bo'lmam da, nima chatqimizdan buni ular. Tanqid qabul qilmagan yo'ldosh yaxshi yo'ldosh emas. Nodonga nasihat qilgan o'zi nodondir deb yozganman hikmat xotiramga. Mangina. Ya Allah. Ha, qallarım. Şagirtimning umri bulamdi ya. Oy bu şagirdimiz bir çıkka kıtası bek dalam balken bu. Ya Allah, şagirtimning umri sizlarga yaragan bo'lsa men xotirjam bo'ldim. Qadiqa, mana ishga achani chechib bidirib olg'incha aqllarimni ishini qilaman. Bunu bul usta. Ustam, aldılar Qaysi akamdan kızını kılıver. Ama efendim bek saqlab ketdi, bular chaqir. Qani efendim. Ya. Men to'liq gap qilgan odam bilan chiqisholmayman efendim. Anda olsa bayakamnikini. Qani ustam. Ne aladın sılın dep geldik cuma. Bir satraşka yok kep qabıdak bu yerga. Men bu yo'ldoshning fikriga qo'shilaman. Mana. Madgachinikini ag'ashtiradi. Menimcha bak adaş. Nasıl göç payda aldı? Eğer kişi degan zat mol tunmaydı. Shunda qo'li chaqqan balika nimishga yaratmaydigandu. Yo, bir chiroyli qamlashgan bola ekan, qanday gachop qolgan bu? Bu kishi menimcha cho'qim tug'migacha. Yoki bo'lmasa cho'qim tug'migacha emas, cho'qim keyin bo'lgangacha. Bu bichara qandami jinni baqirganda. Bu meyip yo'ldoshlar idorasi bo'lgan bo'lsa, hukumatning qo'liga davolanib saqlab oladi ekan. Gachiganlar kiyimlar menikida yon turdi. Göçü olgan bilen bu xeyli qamlashgan yigitga. Göçü bo'lmagan bo'lsa, tigib oldi ekansan. Voy, bu gachos bir batı. Onun tili emas, dili qarash kerak, shunday maqsadda. Mening ayolim meni kunda tilim tutilib ketib o'lasan deb tillaydi. Mana bu efendimning tili tayyor tutiliqliq til ekan, yaxshi emasmi? Ya onun pilini nimiz kılsılar deyme. Pulu olsun da olmadı mı? Yo'ldoshlar. Bu yo'ldosh qani samimiy yo'ldoshlar qilib turdi. Bir hesap gachosini yaxshiga hukumat meyipda qutulish pul beradi. Shu. Evet yaşanımız. Oylam, bu biçarning ilki kesib ketmisin yana. Buldu. Nikah ayıpken gaplar emas. Boshliq efendim. Bu sizning darajangiz qanday daraja? Mening darajam shu bo'lim boshlig'i darajasi. O'zimni qo'shganda 6 adımım bor. 6? Yo'q, pana. Men bir qodini boshqaraman, terib chiqarman. 6 demi qanday boshqara o'tirganlar? Bu efendimning huquqiy garchi jungo bo'yicha eng kichik bo'lsa-mu, rahbarlik san'ati yuqoriroq qiladi.
Bu yoldaş. Ha bu yoldaş, 1000 yılda bir qitim tavallud bo'ladigan o'tliq yozuvchi. Ey, bu tavallud degan nima degan gap? Tavallud degan, taraddud degan gap. Bu yoldaş endi yezishga taraddud qilayotgan bo'lsa kerak. Yo'q, tavallud degancha tilovat degan gap. Tavallud degan targ'ibot degan gapniki. Targ'ibot emas, takallufmikin. Ha, men bilmayman. Tavallud degan bog'i Temretga degan gap. Yo'q, ular gapni qilmay jimirtira. O tavallud degan gap bormi? Efendim, o'zingizni tushuntiryapsiz. Tavallud degan bu so'zningki lug'at ma'nosi tug'ilish degan bo'lib, bu so'zni mendek ulug' odamlar uchun ishlatamiz. Odatda odamlarni tug'ildi desakmi bo'laveradi. Sizlarga ana oğlum 1000 yıl to'lg'oq ya. Nayt pastda tavallud Yoldaş, siz şu hozirgi yozuvchi shoirlarimizdan qaysi asarlarni yaxshi ko'rsangiz? Bizning peki tilin og'uchiligi bor yozuvchi chiqmadi. Dunyoviy asarlarimiz yo'q, yerlik. Efendim? O Burkut'un karamet yazı deydi o. Vay 30 neç parça tom kitap ilan kıtdı o. Burkut degan uchiga chiqqan bir ko'chani kash. Uni qanday yozuvchiligini bo'lsin? Siz nimaga asosan Burkutni ko'chamkash deysiz? O'ylab bakın. Ha? Aş Burkut degan ismning o'zi osmondagi Burkutning ko'chagini tursa, asarlarni ko'chamanda. Allat ko'chirdi. Sizlarga qaysi asarlarni e'lon qilgan, ha? Mening asarlarimni tahrirlab berishdan qo'rqamdi, tushunmamdi, uqmayman. Şunu ona basmaydı. Ben asasen eserlerimle öyle sandık kılıcıkına. Onda olsa, bu efendimden adı sandık kılıcık koygan eserlerden bir hapaçını bir anlatıp ben. Anası ben Nobel mükafat elip milletimizge şan şeref keltiriş için yazgan realizm bilen modernizmi jugurup cevendizm uslubunu tayarlayan eserlerimden araya uğurlap bırakayım. Buldu. Tağılgan köyün soğurunda Port Badur. Kınavazda konuda Kort Badur. Yer astını koğlasan Kurut Badur. Kalpıgının üstüde Burut Badur. Kosak içip öyle kirsen aşın Badur. Kirpiginin üstüde kaşın Badur. Saçlarının astıda başın Badur. Yığılap kessen közlerinde yaşın Badur. Efendim, bu şiirlere Nobel mükafat demez, Babur mükafatı kabul Efendiler, hanımlar. Sizler dağlık edebiyat heveskarları şunu uqtirib qo'yinglar ki, ne eser yeziz, çukum, ciniz, rekord yartıman. Eğer Muşi Şökret iyi olsanız, ben bununki çasaklığınızı haksız alımı. Aka, men de çeşimizde cin kupunda juvib qo'yman. Rahmet halkım sizlerge. Görüşme kallarım. Bizim dükkanda var, müştak haksız mülazimet kıldan nakş çolpanları var deyme. Çolpan! Avazdır milletimizden baylığa astırsıl deyme, çarçapkamızın. Do'konimizga bunda chiroyli xonimni kelganda, ilg'o charchab ketgan, yetib desinmaylar. Bo'ldi. Mehmonni oldida, shuni rastab qo'ysam, o'zingni Davudjon Nasirniki deb qoldingmi? Menga jugo deyman. Ma'qul. Do'konga chiqib, qimmatbaholik bo'yoq, qimmatbaholik supermarket bulanda. Buldi usta, buldi. To'xta. Azara mal olmaylar kalba. Azar go'shtning sho'rtisi yo'q usta. Astagfirullah. Hamma ish bizdan bir menga chiqqan. Ma'qul. Usta, bu şagirdimiz. Bu kumda yakını bilen ünek püsküydüm deyim bu. Hele işkileri periştideki vücudu ya bana. Esselamun aleyküm Saytıraç efendim. Ve aleykümselam ya Allah bağımsın efendim ya. Altı canı paksa yok at git ne adamı saygındır o. Ha, yakından beri katlı bir eser üstüde. Oy, ustam. Ha? Bir yerde acayip çaylık güzel mihmallar oturuptu. Salam kılıçını unuttuk, sattırıptı. Adım gerçekten kazası yok efendim. İlgirler. Attıgelliğinizde güzel olsun ey hanımlar. Sizin hayat güzelliğiniz güzel olsun, kadirlik aka. Aka?
Meni aka deganimiz qaraganda siz endi 18 yoshga kirib qolibsiz-da, qadrli singlim. Efendim, kimazda köz gelmeysiz? Bu alışımdan çok 4 yaş kirgen balısı var. Adaş. Aras, ötkende ben, sizin balınız ne? İkisi de bir süre besleyip, baka işkisi kovup durattım deyim. To'yqilmadi dedi. Voy qadrli singlim, tek to'yqilmagansiz. Oy, ben toy kımıkanda körden dikenler. Deyini okuğuça. Stodin. Ha, stodin. Adaş, ulasının burak evrandım doğan kızlarını görse salak dışımı kim dök oldu oksaydı. Bütün balık değil mi? Ah, güzel hanımlar. Sizler nime degen güzel. Eğer dünyada muşundak ayollar bulmagan bolsa, biz nimeni kılatık deymi. Şunu deyim. Muşlak güzel hanımların dilige azap edilen namussuz erlerini anlap kalsam, muş üstürümlü sakal kurutkanız çekirdekini söküyüm kildi deyim. Bundakları zindanda 100 yıl sonu bitiş gerek. Kaderlik akıla. Bu dünyadaki erlerin hemisi sizler bizni maktığanda öz ayarlarını maktısa hiç kim birbirisiyle acırışıp ketmez boğuydu ya. Ras, menin erim çok, meni eli bilişten aldı da tazı maktaydı. Bırak toyqıp boğandın ki bir akatim maktat mı koymadı? Bu dünyanın mundak namussuz erle bağımız var. Hey Satraş efendim, dünyadaki hem adam sizledek, mendek isim olamda. Şimdi bakma rezil erler baki. Özünün ayollarına çokumuzda ketip aladı. Başka ayollarını göz Şam'dek iğrip gidiyordu Şam'dek. Doğru dediniz. Özünün ayarları paytak ağaç kesilerse, yağmurlu havada tutulup gidiyorgan. Ne gibi koturlarının tuğulan günü 600 yüksek koyduğun erlerini köygen deyim mi? Benim en gızırımın kaynaydı. Tamaklımışında güzel ayollar itip verse talağı çıkıp sokuluk geldi teki erleri. Hey menin erim o, sizler diyen değil mi o? Efendim özür dilerim destek. Hey kadarlık sinem. Bekmin adankensiz. Yol toydun ki siz aslı maktığısın ha. Bırak o biçar talağı kündün nurgun ayollarını maktaydıgan tutsa onun tilini çarçaydı da. Kanday dedim usta. Şurada. Doğru. Bu tül biçarımı tümü yemez de. Kozlavkam. Köyümüz yerim kımına, ürünüz baktınız, bunu biz baktayımız. Maktığı çıkı bakıyoruz. O erim diyen lahvani, nimandak az gep kıldıgan bup kaldı ki desen. Esli şoqni talağı başka maynaklarga kıldıken de. Tuğla, muşu bazı erlermi çok. Aş alvasıdaki uzun tırnak koyup aldığan, ballarını eğri taşlap koyup, tansıkanda oynaydıgan, eğri bilenci beslişip horak içidigan, aşı moydu konuşup, tapkan bılık, kıymet bağlık, kiyim kiyip, hıttıldaydıgan, eğri birine dese beşindaydıgan, aşında satanlarını yaş gördüğün okşaydı. Takdir. Sen muşunda güzel ayollarını neredeki bir bivapalarla uçuraştıkça mağlını istiyorsan bulmaz mı değil? Efendim. Bu dünyada kimin muradı yetken değilse? Adaş, ne mi sana okşaş,